o'rtalar kecha yomg'irdan keyin suv ko'tarilgan mana. Suv ko'tarilganda xudo xohlasa sazanlar zo'r yuradi. Ikkita qarama tashladik hozir. Hozir tashladik. 2 minut bo'ldi. Xudo xohlasa bugun bomba bo'ladi natija. Havo zo'r, yomg'ir yo'q. Suv baland, o'ta baland, dahshat. Ko'ryapsizlar, bunaqa bo'lmas. Past bo'ladi, tizza bo'yi bo'ladi. Hozir 70-80 bor. Natijamiz bomba bo'ladi, xudo xolasa. Endi doim joy qayerda, manzil qayerda deb ko'pchilik yozadi. Bu joy mana bu aeroportda, o'zimiz Andijon aeroportda yonidan o'tgan oqqan suv. Bu yerda natija olasiz, katta natija olasiz. Bunaqa mayda olmaysiz. Ammo katta karaslar ham bor. O'tgan safar videoimni tashlaganman. Karas uzuncha qilib ham ushladim. Bu yerda shunaqa bir ajoyib natija bo'ladi. Keyin Mashsuvda rekord bo'lgan 17 kilolik sazan ushalgan. 1,5 kilo oldu. 17 kilolik. Qolgan o'zimiz bolalar ushlaganlarni endi 5 kilo, 4,5 kilo, yaqinda 3 kilo 300 ushaldi. Shunaqa. Bu zo'r joy bu. Oqadigan suv oqib turadi. Balig'i ham o'zashiri, maza qo'rasi yeb. Doim mana oqib turadi. Bir tiniq keladi, bir manaqa keladi. Lakamas hozir ham maza chiroyli. Sveti ham, suvda ham. Natija olasiz, so'rin olasiz. Katta narsa olasiz. Uzoqda bo'lsa ham olasiz, zo'rin olasiz. Yemni zo'rini qilib kelsangiz bega. Yemda asosan hidli yem bo'lsa ilojisi bu oqadigan suvga. Sazan 70 metrdan olar ekan mana zapiqni. 70 metrdan zapiqni olar ekanda katta sazanlar. Ular hidga qarab yurar ekan. Yaxshi hid bo'lsa, yaxshi klubneli, olchali, malinali shunaqa hidlar bo'lsa uzoqdan bilar ekan. Hidga qarab yuradi sazan. Endi bu yerga kelmoqchi bo'lganlar uchun yaxshi hidli nima olib kelinglar. Yem tayyorlab beringlar. Nonga ham olasizlar. Nonga ham keppa solasizlar. Yani uzoqroqdan chaqirib tutmoqchi bo'lsanglar, yaxshi hidli narsa olib kelinglar. Hidi bo'lsin. Endi katta narsalar keladi. Chuvalchangga ham olishdi, endi u kep bo'lganda olishdi. Bu chuvalchangda 1,5 kilo, 1 kilo ustidagilarni olishdi bolalar. 3-4 kun bo'ldi. Yo'q, 3-4 kun emas ekan, ilgari kun ekan. Shu kuni olishdi ama. Ikkita sazan oldi, bitta akamiz 1 kilo ustida, 1,5 kilo yaqin. Bittasini nonga, bittasini chuvalga olibdi. Keppa solib qolasizda endi. Bu yerga kelmoqchi bo'lganlar uchun iloji boricha hidli, zapixli, yaxshi yem qilib kelinglar. Zo'r natija olasizlar. 10 ta 15 ta olmaysizlar. 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta olasizlar, ammo katta narsa olasizlar. Bunaqali 1,5 kilo 1 kilolik narsa olmaysizlar. Hidli bo'lsa, yeminglar, zo'r bo'lsa, mo'shni bo'lsa, sizlarga tavsiya qilaman. Shu yerda
O'ta go'zal joy. Men hozir pranniy, pechenniy, non, sutli osh, shakar, xullas aralashtirib tushdim hozir. Qani bir ama hidi yo'q u, lekin hidiga nima qilmadim, e'tibor bermadim. Sizlar e'tibor beringlar, hidli, iloji boricha hidli narsa olib kelinglar. Hozir men zakam bor endi, bu tina zakam. Limonga tashlayaptim. Suv mayada balandda. Bu tinada hozir ko'rinib qoladi tina suvi. Ololmaysiz beyda. Suv tina bu. Mayada olasiz. Bomba bo'ladi natijalar, bomba. Boshqa joyga ko'chdik. Bu nari tomon bo'lmadi. Nima yerdan olamiz, xudo xolisa. Suv o'ta zo'r baland. Katta natijalar borda bu yerda. Go'zal baliqlar. Maza qilib olasiz-da, olaman. Qaramalaringiz bukib tashlaydi. Oddiy 1 kilo, 1,5 kiloligi ham bukib beradi. Agar 3-4 kiloligi chiqib qolsa, qarmadan kechasizda. Xudo xolisa natija qilamiz. Zo'ridan qilamiz qilsak ham. Hozircha mash millatyapti. Kattasi kelsa bitta oladi, bitta sudraydi. Narigini yaxshi tortyapti. Qo'rqitmanglar unaqa qilib. Uruvinglar, bo'lakcha uruvinglar. Nima balo yuribdi bu yerda, shaloplatib. Uryapti o'rtoqlar. Olamiz shekilli, katta narsa. Naryoqda endi nima balo ekan, oltop tinadi. Kirib oldimi baliq? Suv balandda bu yerda ham. Qani yana yuraylik-chi. Kirib olib shekilli baliq. Shotirotyapti ashida tinada. Qo'l bilan ushlaymiz agar kirib olganmiz. Tizza bo'yi suv. Botib yurib, loyga botib yurib ushlaymiz. Suv o'ta zo'rda, balandda. Что-то что-то bo'lakcha uryapti. Aptet. To'g'ri ikkita. Xuray baliq katta edi. 5-6 kiloligidan chiqib qolsa edi. Qarmani sindirib bersa ham mayli. Ushlasham bo'ldi. Qarsit sindirib bersa ham mayli.
hamma topiladi. Bu oqimda ushlagan baligingiz topilmaydi. Şu taniqqa kirib olibdi baliq. Hozirda chalab qo'ydi-yu. Kelinglar endi, akang yo'q, uzoqdan keldi sizlarni ushlayman deb. Akang uzoqdan keldi, uzoqdan. Shetam zo'r joyimiz, shetam o'zi kichkina joyi, baliq uyasida. Mashaqdan kuchanib chiqishadi-da. Mana 50 metrlik dambadan keyin yana bitta katta turba bor. U turbaning ichi u ham bor bir 30 metr chiqsa kerak. Uni ichidan bu yoqqa o'tib, bunun ustidan poyez yo'l o'tgan. Poyez yo'lning simlari. Poyezlar o'tadi, tonna yuki bilan sazanlar mana shu yerda yuradi-da. Mana yoqqa chiqadi. Mana shunday yurib, mana shu yoqqa o'tadi. Bu yog'i mana shu yoqqa ketadi. Shu go'zal joy. Shunlarda ham baliqlar bor-da, endi ko'rasizlar. Katta natijalar, katta. 3 kilo, 4 kilo, 5 kilolik sazanlar. Shunlarda ham yuradi-da. Mana nariga tashladik endi hozir. Hali endi keldik. Joy yaxshi tochka istab yuribman. U yerga qo'yibman, bu yerga qo'yibman. Yaxshi bitta joy bo'lsa, shu yerda o'tiraman desam, bo'lmayapti. Go'zal joylar lekin. Moncha kirib olsangiz, salqin. Buni ichiga qushlar bolalaydi. Shu o'liklarda kavaylari bor. Qaldirg'ochani qo'yibdi. Ilonlar ololmaydi. Nariyalarda qushlar. Hali chiroyli qushlar, chumchuqlar. Bunaqalar kirib qiladi. Bu yerda kechasi yaxshi oladi. Hozir rosa tashlab ko'ryapman. Tortib qoldi. Kechasi yaxshi oladi bu yerda. Nachopkada yaxshi oladi, nachopkada.